Assalomu alaykum tumanimiz aholisi va mehmonlari. O'zbekiston Respublikasi Hukumat komissiyasining favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha 2025-yil 27-noyabr kunga o'tkazilgan ikkinchi sonli yig'ilish bayoni ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yil 1-dekabr kunidan 30-dekabr kuniga qadar yong'in xavfsizligi oyligi keng o'tkazilmoqda. Oylik doirasida tumanimizning barcha korxona, muassasa, tashkilotlar binolari qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Arnasoy tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi doimgidek siz aziz fuqarolarni isitish mavsumini betalofat o'tkazib olishni, ayniqsa is gazidan zaharlanish, havo aralashmasining natijasida chaqnash, yong'in, boshqa baxtsiz hodisalardan o'zingizni muhofaza qilishingizni so'rab qoladi. Bunda esa albatta yong'in texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etishingiz muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda is gazidan undan zaharlanishni oldini olish choralari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tsak. Shu o'rinda is gazi rangsiz, hidsiz, ko'p uchraydigan zaharli birikma, tabiiy gaz, yoqilg'i, ko'mir, o'tin, cho'g'lari yonmasligi chala yonish oqibatida vujudga keladi. Tahlillarga ko'ra is gazidan zaharlanish holatlarining aksariyat quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Fuqarolar tomonidan gaz va muqobil yoqilg'i, ko'mir, o'tin, boshqa turdan foydalanish xavfsizlik choralariga rioya etmaslik natijasidadir. Nostandart qo'lbola yasalgan yoki sertifikatga ega bo'lmagan isitish pechlari anjomlaridan foydalanish, isitish pechlarining dud burunlarini noto'g'ri o'rnatish, gaz va elektr isitish moslamani nazorat qilishni yosh bolalarga topshirmang. Gaz ta'minot idoralari mutaxassislarini jalb etgan holda gaz jihozlarini taftishdan o'tkazib, ularni texnik xizmat ko'rsatishni tashkil eting. Gaz uskunalarini ulash tartib qoidalariga rioya qiling. Yonuvchi materiallarni gaz plitasi ustiga qo'ydirmang. Gaz isitish moslamalarining xavfsizlik avtomatikalari, gazning o'chib qayta kelishini nazorat qiluvchi moslamalar orqali foydalaning va ularni doimiy sozligini e'tiborga oling. Eslatib o'tamiz, agar xonadonda gaz hidini sezsangiz, chiroq uchqun chiqaruvchi moslamalardan foydalanmang. Darhol xonadonni shamollatish chorasini ko'ring. Bu haqda 104 raqami orqali gaz xizmatiga agarda yong'in sodir bo'lgan taqdirda yong'in qutqaruv xizmatining 101 1050 yoki 112 qisqa raqamlariga murojaat qiling. Aziz tumanimiz fuqarolari, yong'in xavfsizligi oyligida faol ishtirok eting.